Nimaga hamshiralaringiz mendan xabar olgani yo'q? Savolimga javob bering. Hamshiralar endi ishga kelishyapti. Keyin bu yer kasalxona. Sizni shaxsiy mulkingiz emas. Aytgancha oyi, ana tilla plitkalarni nima qilamiz? Ularni ham bankka qo'yamiz. Shunda yengil bo'lib ketaman. Qo'lda olib keta olmayman-ku. To'g'ri. Assalomu alaykum Sodiq Turg'unovich. Alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yo'q, Tinchlikmi? kechasi bilan aroq sirab uxlolmadim. Pari. O'zimni pariyim osmondan tushlarmi yerdanmi? Xudodan qarshimdan chiqmasligingizni so'ragandim. Buni qara-ya. Xudo seni eshitmabdi-da. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Bankda mazalar qochdi. Yurak xuruji. Kimdir asabiga qattiqroq tekkan bo'lsa kerak-da. Sevgan xotinlari. Bor budini shilib ketdi. Nima? Nazokatmi? Ha, o'sha. Boy uni o'zidan ham ko'p yaxshi ko'radi. Seyfdagi pullarni ko'rsatibdi. Yaramas xotin. Haqiqiy pullarini olib, soxtasini qo'yib ketgan. Qachon bo'ldi bu voqea? Kecha. Undan oldin bo'lgan hech kim bilmaydi. Balki u olmagandir. Aka, undan boshqa hech kim bilmaydi. Mana, telefoni ham o'chiq. Aniq qochgan. Endi nima bo'ladi? Bilmadim. Pul-ku o'z yo'liga. Lekin Sodiq Turg'unovich ahvollari og'ir. Tirik chiqarlarmi yo'qmi? Xudo biladi. Yomon bo'pti lekin. Bu ayol boyni puli uchun boshini aylantirib yurgan edi. Oxirgi payt hamma kelib gapirdi. Video rasmlarni ko'rsatishdi. Lekin Sodiq Turg'unovich ishonmadi. Nazokatxon yaxshi ayol deb, unga pul kerak emas deb, ko'zi to'q deb o'zlarini ishontirdi. Mana o'sha sipo ayol hamma yo'ni bulg'ab ketdi. Go'rga tiqibdi-da. Ha, shunaqa. Shunga sizni chaqirdim. Biror nima bo'lsa, men nima qilaman bilmadim. Boshqa birov yaqinlari bormi? Ha, xotini bor. Bolalari chet elda. Shu, boshqasini men ham bilmayman. Hamma aylan. Umid qilamiz, doktor chiqsinchi, qani nima der ekan. Og'zingga qarab gapir. Isboting bormi? Isbotim bor. Ammo vaqtim yo'q. Agar vaqtida ichki ishlarga murojaat qilganimda, seni oyog'ing yerga tekkizmasdan olib ketishgan bo'lardi. Demak, isboting yo'q. Isboting bo'lganda, hozir shu yerdan kishandlab olib chiqib ketishardi. To'g'rimi? Dalil yo'q. Isbot yo'q. To'g'ri, hozir qo'limda dalil yo'q. Lekin ertaga aniq bo'ladi. Ertaga baxtimga bu yerda bo'lmayman. Yaxshiyam uzoq-uzoqlarga uchib ketaman. Cholni xonavayron qilib mazza qildingizmi? Chol seni raqibing, dushmaning edi-ku. Endi rahming kelyaptimi? Chol meni ustozim bo'ladi. To sen paydo bo'lib o'yin boshlamaguningcha. Xotiningdan ajratvordi-yu. Bu kamlik qildimi? Sen unga rahming kelmasin. Qilgan hamma ishlarni jazosini olyapti. Unga bu ham kam. Ko'r nimak. Nima jazosini sen berasanmi? Kimsan o'zi uni jazolaydigan? Meni senlama. Uzr.
jinoyatchi o'g'irlarni sizlolmayman. Bu yerda korchaloli qilguncha borib xotiningga yalinib yarashib ol. Yana shartta boshqa erkakni bo'yniga osilib olmasin, rosa usta ekan. Maraz, og'zingga qarab gapir. Haqorat qilma. Statya bor. Yana 15 sutkaga o'tirib chiqmagin. O'zingcha qonunni bilasan-da, Xudo jazoingni bersin. Seni baribir bir kun qamoqqa tiqaman. Agar qaytib kelsam, Qaytib kelasan. Nazokatxon, vaqt bo'ldi. Ketamizmi? albatta. Xayr. Marhamat. Ish qilib tuzalib ketsin-da. O'zi yaqinda operatsiyadan chiqqandi. Uni ko'tara olmasalar kerak. Boyni boshini yeyishdi. Pullari o'zini boshiga yetdi. Pullar emas, sevgisi uni boshiga yetdi. Voy, necha marta aytdim-a, boy, qo'ying shu ishlarni deb. Yo'q. Men uylanaman. Uylanishga haqqim bor dedi. Qani shu baxt? Qayoqqa ketdi? Voy, shu birinchi xotinim bilan yarashib yashaversa bo'lardi-ku. Nosir aka, nazokatni birinchi ayollari Manzura opa jo'natgan ekan. Nega endi? Ikkalasini tili birmikan? Ha. Ular ikkalasi boyni ado qilishgan. Xudoyim ey. Bu dunyoda kimga ishonishni ham bilmaysan. Menga shu narsa alam qilyapti. Boyni qo'lga olish uchun atrofdagi hammani chetlatdi. Faqat uni aytgani bo'lardi. Oxirgi payt menga ham bosim qilishni boshladi. Eng yomoni Sodiq Turg'unovning choyiga sekin ta'sir qiluvchi modda qo'shib borayotganini men bilib qoldim. O'shaning uchun ham boy uni choyini ko'p maqtar ekanda. Ha, shunaqa. Odamni o'rgatib qo'yuvchi, bog'lab oluvchi modda. Xuddi narkotikga o'xshash. Qayta-qayta ichkisi keladi. Ha. Boy bu choyni ichib asablari tinchlanardi. Eng yomoni o'sha choy oshqozonda rak keltirib chiqaradi. Shunaqami? O'ploqlar, marazlar, hammasi bu pul uchun. Ha, shunaqa. O'laksalar, quzg'unlar. Bunisi kim bo'ldi endi? Yana bitta sho'ri qurg'urdirda. O'lja bo'lsa kerak. Aytdim-ku, qo'limizdan ishlasa kelmaydi deb. Yana suvdan quruq chiqdimi? O'z haq-huquqlarini biladigan o'g'rivachcha. Essiz. Aka, men bu ishni shundoq qo'ymayman. Bu ayolning ustidan ariza berib, jinoiy ish qo'zg'ataman. Hamma qilgan marazliklarni bo'yniga qo'yamiz. Nima bunga shahar bedarvozami? Nimani xohlasa shuni qiladigan. Eng yomonini aytaymi? Xo'sh, Bu hamma ishni qonuniy bajaradi. Orqasini shunaqa tozalab ketadi, dalil isbot topa olmaysiz. Men o'zim ham alamusta rosa harakat qilganman. Ammo udasidan chiqa olmadim.
Aniq bilaman. Seyfni tekshirib barmoq izlarini izlasa, buni barmoq izi chiqmaydi. Topamiz. Men o'zim shu ishga kirishaman. Bolalari o'z tilidan ilinadi. Bolalari? Ularning gapiga kim ishonardi? Ikkita tekinxo'r, telbayu onasini puliga yashab yurgan tekinxo'rlar. Ana o'shalar onasini sotadi. Mana ko'rasiz. Unda ishga kirishaylik. Ketdik. Xo'sh, xonim. Parvozga tayyormisiz? Albatta. Bizni hali yorqin kelajak kutib turibdi. Shuning uchun ham siz bilan ketishga qaror qildim-da. Bunga aslo afsuslanmaysiz. Balki. Har qalay, yangi shahar, yangi hayot. Qiynalib qolsam, yordam berarsiz? Albatta. Cholni yarim millionga uxlatganimni bilsa, nima qilarkin? Ish qilib meni qancha pulim borligini bilib qolmasin-da. Bu safar katta o'lja bilan ketyapman. Boyni chindan ham puli ko'p ekan. Qolgan narsalar ham cholni o'limiga bemalol yetadi. Shuncha pulni nima qilardi? Go'riga olib ketarmidi? Nazokat, sen chet elda oddiy qishloq qizi bo'lib emas, knyaginya bo'lib yashaysan. Hozir shu turishda Botirdan ham boyroqsan, lekin buni unga bildirmaslik kerak. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Men qo'limni yuvib kelay, sumkamga qarab turing. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Topdinglarmi? Topdik. Ammo ushlab qolishning imkoni bo'lmadi. U bizni ustimizdan kulib, ko'z o'ngimizda samolyotga chiqib ketdi. Qayerga ketdi? Shuni bila olmadik. Endi nima bo'ladi? Bu ayol keltirgan ziyonlarni hisobi yetmayapti. G'aybulla aka qanilar? Ichki ishlarga ariza bilan murojaat qilgan ketdilar. Xalqaro qidiruv orqali topsa bo'lar ekan. Muhimi uni o'g'riligi, firibgarligi isbotlansa bo'ldi. Unda men ham ariza beraman. Ekspertiza xodimlarini Sodiq Turg'unovichning uylariga yuboraman. Kameralarni ochittiraman. Bitta bo'lsa ham dalil topamiz. Yaxshi. Mayli bo'lmasa meni ozroq qiladigan ishlarim bor. O'sha ishlarimni bitirib, Sodiq Turg'unovich o'ziga kelganda kelaman. Kelishdik. Charchamang. Boy dushmanini deb yurganlari do'st bo'lib chiqdi. Do'stim deganlari ortidan pichoq tiqib ketdi. Odamlar ne kunlarga solmaydi. Seni uying ekanligini men qayerdan bilaman? Opa, bo'ldi. Noz qilmang. Ikkalamiz endi quda bo'lamiz. Ko'p gapirmagin. Qizim hali yosh, o'qish kerak.
O'zimiz o'qitib olamiz. Meni qaynotam rosa yaxshi insonlar. Ovqatlarini ham o'zlari qiladilar. Yonlarida dadajon deb tursa bo'ldi. Voy, Sodiq Turg'unovich hali ham qaytmadi. Vaqt kech bo'lib ketyapti. Qayerda yurgan ekan bu odam? Iloyim qaytmasin. Unaqa demagin. Agar qaytib kelmasa, biz baloga qolamiz. Nimaga baloga qolamiz? O'zi chiqib ketdi-yu, biz haydadikmi? Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Menga shu tinchlik yoqyapti nimagadir. Keksa odam ustidan kulish yaxshi emas, Pari. Maraz odammi deng? Hammani boshiga balo yog'diradigan inson deng? O'lib ketmaydimi? Dunyo bitta marazdan qutuladi. Pari, bo'ldi qil. Biz shifokormiz. Bemorlarning sog'lig'i uchun mas'ulmiz. Ular haqida bunaqa gapirish yarashmaydi. Vazifamizni bajarishimiz shart. Qolaversa, qaysidir ma'noda bu odamga rahmat aytishimiz kerak. Nega? Dushmanlarga rahmat aytishni bilish kerak. Ular seni o'stiradi. To'ppa to'g'ri. Kecha ijtimoiy tarmoqda Yulduz men dushmanlarimdan minnatdorman dedi. Ular tegimni kovlab turmaganda o'solmasdim dedi. Shular menga yordam beryapti dedi. Pari, sen ham bu odamdan qaysidir ham tarafdan minnatdor bo'lishing kerak. Mana men Anakondaga rahmat deyman. Ishimni qaytarib berdi. Ham erlik, ham uylik, ham bolalik bo'lib oldim. Agar Anakonda meni ishdan haydamaganda, men shuncha narsalarni yo'qotgan bo'lardim. Tavba. Opa, hozir hamma psixolog. Men ham shaxsiy tajribalarim asosida trening o'tkazaman. Yonimga Parini olaman. Matluba, siz murabbiy bo'lasiz. Voy, qo'ysa ishchi. Shu yetmay turuvdi o'zi. Kechirasiz, Dodani yaqinlarimisiz? Ha. Ahvollari yaxshimi? Yurak xuruji. Gapiryaptilarmi? Hushsiz yotgan taqdirda ham pullarim deyapti. Dodani pullari ko'pmi deyman? Ha, o'sha pullarni olib ketishgandan keyin boy mana shu ahvolga tushib qoldi. Pul miyalarga o'rnashib qopti-da. Ha, pul degan bo'lsa, demak, tildan qolmabdi. Avval ham yurak xurujini boshdan kechirganmilar? Ha, oldin insult bo'lganlar. Keyin oyoqqa turib ketganlar. Ketib qolarmikinlar deb o'ylagandim. Jonlari qattiq ekan. Yuraklari ishlab ketdi. Xudoga shukr. Rahmat sizga. Mayli, nazoratda bo'laylik. Xo'p, sizga rahmat. Xo'p. Balki ataylab o'chirishgandir. Aka, sizni telefonga chaqirishyapti.
Eshitaman. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menda gumonlanuvchi shaxs bor edi. Xo'sh, eshitaman. Menimcha u Cholni xotini. Xo'sh, kim ekan? Nazokat Botirovna degan ayol. Bu ayol avvalan firibgarlikda ayblanib qamalgan. Keyin Cholni boshini aylantirib, bor butun ishilib ketdi. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Xabaringiz yo'qmi? Uni bugun aeroportda ko'rdim. Qochib ketdi. Qo'limda isbot dalil bo'lmagani uchun ushlolmay qoldim. Lekin qayerga qochganini bilolmay qoldim. Buni aniqlashtirish oson. Ism familiyasi orqali 2 daqiqada topib olsa bo'ladi. Yashash manzilini bilasizmi? Ha, bilaman. Bolalari ham o'sha yerda. Agar hozir vaqtida borib, olib chiqilinmasa, bolalari ham qochib ketishi mumkin. Mayli. Menga manzilni bersangiz, odam jo'nataman. Ha, men ham Sodiq Turg'unichning uyiga yaqinlashib qoldim. Xohlasangiz birga borib kelamiz, vaqtingiz bo'lsa. Yaxshi bo'lardi. Kutaman. Aha. Xo'p. Bo'pti. Mana. Pullarim. Tillalarim. Banu. Banu tillalarim. Tillalarim Banu. Boy. Xavotir olmang. Qidirishyapti. O'zi yaxshimisiz? Yo'q. Yomonman. Sal qoldi o'lib qolishimga. Unday demang. Nosirboy, meni tunab ketishdi. Chuv tushirishdi, chuv. O'ylamang. Avval o'zingiz tuzalib oling. Pul topiladi, do'stim. Men pullarsiz qanday yashayman? Mana bizda ham pul yo'q, yashab yuribmiz-ku. O'lib qolganimiz yo'q. Rizqimizni Alloh yetkazdirib turibdi. Nosirboy, men pulsiz qola olmayman, pulsiz yasha olmayman. Kattaga o'rganib qolganman. Yonimda pullarim bo'lmasa, o'lib qolaman siqilib. O'lmaysiz, boy. Ko'p vahima qilavermang. Do'stim, bu qarg'ishmi deyman? Yana o'sha holat qaytarilyapti. Yana xiyonat. Yana uni ortidan kelgan kasallik. Bu meni taqdirimga yozilganmi? Nosirboy, nega faqat shu voqealar men bilan takrorlanaveradi, nima uchun? Har safar yana qaytadan oyoqqa turishimga to'g'ri keladim. Kim biladi deysiz, boy? Avval tuzalib oling. Undan keyin o'g'rini ham topamiz, pulni ham topamiz. Mana ichki kishilarga xabar berib qo'ydik. Qidirishyapti. Xavotir olmang. Pullarim, oltinlarim. Hammasi havoga uchib ketdi-ku. Nima uchun, nima sababdan? Nima sababdan? Nima uchun? Qayerda xato qildim? Qayerda? Oching eshikni. Oching. Tinchlikmi? Darvozani tagida 2 kishi o'tiribdi. Darvozani yopayotgandim, meni sezib qolishdi. Nimaga chiqasan? O'zingiz ketamiz dedingiz-ku? Hamma yo'lni yopib, yig'ishtirib chiqayotgandim.
Endi nima bo'ladi? Bo'pti, tinchlan. Ochmaymiz. Taqillatib ketishadi. Oyjon qochib ketdilar. Nima endi qamoqda biz o'tiramizmi? O'chir ovozingni. Baqiravermagin jim. Ular ataylab quflab oldi. Eshikni ochinglar. Foydasi yo'q. Ichki ishlardanmiz. Foydasi yo'q, qulflab oldi. Jim, ketishini kutib turamiz. Keyin sekin suramiz. O'zi boya ketishimiz kerak edi. Siz uxladingiz. Men ham odamman. Charchayman. Uxladim-da shunga. Oyimni u yoqqa bu yoqqa olib borib charchadim men ham. Endi nima bo'ladi? Kutamiz, bo'ldi. Men bir qaraychi. Qarang. Eshikni oching, ichki ishlardanmiz. Aka, befoyda urinyapsiz, ochmaydi. Baribir ochmaydi bular. Yaxshisi ularni mashinada poylab turamiz. Mayli. Ketishdimi? Menimcha ketishdi. Ay. Bo'ldi, endi biz ham qochaylik tezroq. Yuring. Hovliqma. Sal nari ketsin. Keyin ketamiz. To'g'ri. Yana qaytib kelib qolishmasin-a? Bo'pti, sumkalarni pastga olib tushiraylik. Ketamiz. Yuring. Sekin. Chiq, ketdik. Oldiga tush. Shoshib qolmayapsizlarmi? Ichki ishlar mayori Husan Tangriyevman. Javlon Shokirovmi deysiz? Ko'zlarimga ishonmayapman. Nazokat opani yordamchisi, haydovchisi uni o'g'li bo'lib chiqsa. Nima oilaviy firibgarmisizlar? Ularning ismlari Javlon emas, Nodir. Hali sizlar ham isminglarni o'zgartirib olganmisizlar? Men faqat onanglarning ismlarini bilar ekanman. O'zgartirib olganimni. Bizda nima ishinglar bor? Onamni qidirib kelgan bo'lsanglar, onam yo'qlar. Biz shoshib turgandik. Kechirasizlar, ruxsatinglar bilan. Mayli. Shoshmanglar. Ketamiz. Birga ketamiz. Sizlar tovlamachilikda ayblanyapsizlar. Biz bilan idoraga borishga majbursizlar. Qani? Biz hech narsa qilmadik. Bizning aybimiz yo'q. Hammasini o'joy olganlar. To'g'rimi ayting? Jim bo'l, o'chir ovozingni. Meni aybim yo'q. Meni qo'yib yuboringlar, iltimos. Hammasini idoraga borib gaplashamiz. Kim olgan, nimaga olgan? Qani, oldimga tushinglar. Yuringlar. Yur. Do'dan yuraklari xuruj qilib qoldi. Hozir shoshilinch tibbiy markazdalar. Bugun ertalabdan asabiylashayotgandilar. Nima bo'ldi o'zi? Kimdir Do'dani pullarini uxlatib ketgan. Bu odamni puli tugamaydi deb eshitgandim. Opa, katta pul yo'qolgan. Juda katta pul. Uncha-munchaga yuraklarini oldirmasdilar. Topilib qolar. Topiladi. Ichki ishlar shug'ullanyapti. Nima qilay? Narsalarni yig'ib beraymi? Mayli endi. Bu yerga qaytmasalar kerak. Qaytmaganlari ma'qul. O'sha yerda kompleks muolaja olishlari kerak. Men o'zim kerakli dorilarni yozib beraman. Shunda
Do'dada yuqumli kasallik bormi? Siz bilmasmidingiz? Oytisga chalinganlar. Yo'q-e. Meni xabarim bo'lmagan. Orttirilgan immunitet tanqisligi. Qo'rqmang, bu kasallik havodan, idishdan yuqmaydi. Faqat qon va muloqot orqali yuqishi mumkin. Hozir bundan ham xavfli viruslar chiqib ketgan. Agar juda ham yuqumli bo'lganida, biz bu yerda ishlamasdik. 20 yildan beri kasallarni davolaymiz. Xudoga shukr. Biron ziyon yetgani yo'q. O'zim ham aytdim, nega do'da hech tuzalmayaptilar deb. Immunitetlar tushib ketgan ekanda. Shunaqa. Lekin doim o'zlariga qarab davolanib yuradilar. Bo'lmasa allaqachon o'lib ketgan bo'lardilar. Bo'lmasa siz yo'lakda kutib tursangiz, hamshiralarga aytaman. Narsalarni yig'ishtirishadi, olib chiqib berishadi. Xo'p bo'ladi. Qizlar, Sodiq Turg'un ish narsalarini yig'ishtirib beringlar. Nimaga? O'ldimi? Ay, yuragi xuruj qilib qopti. Boshqa kasalxonaga yotqizishibdi. Voy rostdan. Nimaga? Kimdir pullarni o'g'irlab ketganmish. Voy, tavba. Ana bo'lmasa, Kim olgan ekan, opa? Bilmadim. Sodiqboyni ham tunasharkan-ku, a? Sodiqboy hammani tunab yurardi. Shunaqa, zo'rdan zo'ri chiqibdi. Ana endi o'lishi aniq. Pari, borib ko'rib kelasanmi, hol ahvol so'rab? Opa. Tavba. Boshqa qiladigan ishim yo'q meni. Qizlar, bo'ldi, yordamchisi kutib turibdi. Narsalarni yig'ishtirib berib yuborish kerak. Tezlashinglar, bo'linglar. Xo'p. Yur, Pari. Ey, Sobiq eringni narsalarini Opa! joylashtir. o'zingiz qiling. Sizga aytdilar. Xo'p. Ketdik. Tinchlikmi? Kayfiyating yo'q qizim? Menga Said aka kerak edi. Saidni nima qilasan? Ishim bor. Saidni bir ish bilan viloyatga jo'natganman. Qachon qaytadilar? Bugun emas, ertaga qaytadi. Nikohga yetib keladi. Men ham shu haqida gapirmoqchi edim. Dildora, bu mavzu muhokama qilinmaydi. Sen uyga bor. Ishlaringni qil. Alo. Bir yangilik bor edi. Xo'sh, nima bo'ldi? Gapir. Sodiqning xotini tushirib, pullarni o'g'irlab o'zi qochib ketibdi. Yaxshi bo'pti. Bo'larkan mana xushxabar. Sodiqboyni o'zichi Yurak xuruji bilan kasalxonada yotibdi. ish qilib tildan qolmabdimi? Yo'q. Tirik. Menimcha chalajon. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Hamma yigitlarni yig'. Bugun ziyofat beraman. Meni hisobimdan. Xo'p, Tinchlikmi, dada? yangilik qizim. Nazokat Sodiqni chuv tushirib qochib ketibdi. Pullarni o'g'irlab ham ketibdi. Rostdanmi? Sodiqboy kasalxonada emish. Ana o'sha ablah seni oilangni buzgan. Mana endi ko'ramiz. Xo'sh, bir boshdan gapiring. Sodiqboyni qayerdan taniysiz? Men uni kompaniyasida ozgina shunchaki ishlaganman xolos. Kim bo'lib? Haydovchi bo'lib. Yolg'on gapirmayapsizmi? Yo'q. Nimaga yolg'on gapiraman? Kim sizlarni tanishtirgan? Nazokat Bodirovni. Nimaga bizni chalg'itmoqchi bo'lyapsan? Malika Shakirovni unismi? Shunaqami?
U kishi nechta ism bilan yurganlar? Faqat bilganim shu. Nazokat Bodirovna deb chaqirishardi xolos. Yana nimalarni bilasan? Ularga yordam berganmisan? Qayerga bekitdilaring pullarni? Oyman men ham hech narsa olmaganmiz. Nimaga bo'lmasam qochib ketdi? Avval isbotlanglar pul o'g'irlaganimizni. Shunaqa degin? Mana bu seyfdan topilgan pullar. Bularda barmoq izlari bor. Taniyapsanmi? Bu yerdan Nazokat Botirovna va seni ham barmoq izlaring chiqdi. Demak, oyinga yordam bergansan. To'g'rimi? Yolg'on. Bularning hammasi tuhmat. Barmoq izlari qolgan deyapman senga. Biz faqat fakt bilan ish qilamiz. Sen oyinga jinoiy sherik bo'lgansan. Men hech narsa bilmadim. Xabarim yo'q. Xo'sh. Endi to'g'risini ayt. Haqiqiy pullarni qayerga qo'ygansizlar? Menga qara. Men senga yordam beraman. Yosh ekansan, o'zingni qiynama. Sen ham menga yordam bersang, shunda jazoing yengillashadi. Qayerga qo'ygansizlar pullarni? Bankka borib viza kartaga o'tkazib qo'ydik. Mana bu boshqa gap. Nargiz opa. Dugonangiz boyi pulni olib qochib ketibdi. Voy. Nazokatmi? Ha? Chol o'lay deb yotganmish. Voy, oldingi yerlarni ham uydan haydagan bu. Bunisidan ham qochibdi-da. Ha, usta ekan. Hamma bilardi shu makkor ayolligini. Bitta chol bilmadi xolos. Nazokatni endi tuta olishmaydi. Tutishadi opa. Cholni shunaqa dushmani ham, do'stlari ham ko'p. O'shalar tutib olib kelib beradi, ko'rasiz. Qancha pulni uxlatibdi? Bilmayman. Yaramas, yeb to'ymas. Marazni bizni oilani buzib ketgani qoldi. Hammasiga o'sha ayol aybdor. Mayli, o'zingiz ishingiz nima bo'ldi? Said aka yo'q, viloyatga ketibdilar. Nikoh nima bo'ladi endi bo'lmasa? Bilmadim opa. O'ylagan sarim yuragim orqaga tortib ketyapti. Mayli, o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Menimcha u mendan ataylab qochib yuribdi, aynib qolmasin deb. Mayli, siz siqilmang. Sizga siqilish mumkin emas hozir. Uyga boraylik. Qochib ketibdimi? Eringiz bilan suhbat o'tkazdik. Endi siz bilan kelishib olaylik. Bilasiz, yolg'on gapirganlik uchun qonun oldida javobgarlikka tortilasiz. Ha, bilaman. Xo'sh, Sodiq boyni qayerdan taniysiz? Men-chi? Ularni uylarda ozgina ishlaganman. Kim bo'lib? Oddiy xizmatchi. Kim sizlarni tanishtirgan? Oyjon. Oyjoningizni ismlari nima? Nazokat opa. Siz amalda ishga urinyapsiz-a? Sizni ogohlantirdim. Yo'q. Haqiqiy ism familiyalari nima? Malika. Meni ojon o'zlari olib borganlar. Men ishlamayman desam ham qo'ymadilar.
Majburlab ishlatdilar. Oyijoningizni nechta ismlari bor? Oyijonning ismlari-chi, rosa ko'p. Har yangi erga tegganlarida o'zgartiraveradilar. Umida Hasanova, Malika Shokirovna, Nazokat Botirovna. Keyin undan oldingilarini bilmayman, esimda yo'q. Xo'sh, yana nimalarni bilasiz? Iltimos, meni qamab qo'ymanglar. Agar rostini gapirsangiz qamamaymiz. Bo'ldi, menchi hamma bilganlarim sizga aytib beraman. Oyjonchi, o'zi har doim boy erlarga tegib, ularni pullarini shilib yuradilar. Uyini, keyin mashinalarini ham o'zlarining nomlariga o'tkazib olganlar. Ularni bitta emas, rosa ko'p mashinalari bor. Keyin o'sha pullarga mazza qilib yashaydilar. Keyin bizni ham pul topsin deb o'sha erlarning uyiga joylashtirib qo'yadilar ishga. Xo'sh, keyinchi? O'sha pullar qayerda turadi? U pullarni qayerda turishini menga aytishmaydi-da. Pullarni-chi faqat o'zlari hal qiladilar. Hattoki o'zlarining o'g'illariga ham yetmaydilar. Shunaqa. Tushunarli. Yaxshi. Nosirboy, Labay. Bonu qani? Boring. Nazokat Bonuni chaqiring. U yo'q. Qayerga ketadi, qayerga? Menga qarash kerak, boring chaqiring. Ofisda bo'lsa kerak. Kompaniya ishlari ham bir o'ziga qolib ketdi. Unga oson emas. Sodiqboy. Hadeb gulim deyavermang. U gul emas, chaqirtkanak. Sizni pullaringizni o'sha o'g'irlab qochgan. Yo'q. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bu yolg'on bu. Buni afzal yoqqa parvoz qilgan. Nazokat bo'yiga atayin to'g'achyapti. Men buni aniq bilaman. Voy boy. Sizni ko'zlaringiz ko'r bo'lib qopti. Do'sti dushmanni ajrata olmasdan qopsiz. Voy. Ular uyingizda shuncha pul borligini qayerdan biladi? Sepda pul borligini o'zingiz bilan nazokat bilardi xolos. Yo'q. Qimorvoz bolalari qilgan bu ishni. O'sha dushman deb bilgan Afzal bilan G'aybulla siz ortingizdan yelib yugurib yuribdi. Nazokatni qo'lga olish uchun qidirib yuribdi. Yo'q, ishonmayman. Voy boy. Agar ishonmayotgan bo'lsangiz, ichki ishlar xodimlari kelib sizga tushuntirib qo'yishadi. Yo siz aqldan ozgansiz, yoki ateş shunaqa tutyapsiz o'zingizni. Bo'ldi endi o'zingizga keling-da axir. U ayolning yolg'onchiligini tan olishingiz kerak. Voy boy, o'sha siz dengiz deb o'ylaganingiz aslida sarob. Yaxshi ayol emas. Yo'q. Nahotki meni nazokat aldagan bo'lsa, men unga aytganman-a, yolg'onni kechirmayman deb-a. Nazokat. Mumkinmi boshliq? Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat.
Malika Shokirovnani pullari muzlatildi. Shu bo'yicha mana hisobot ham olib keldim. Rostdan ham hisobiga 500 ming dollar tushgan ekan. Undan tashqari katta miqdorda tilla plitkalar ham bankdagi yacheyka omonatga qo'yilgan. Yana qanaqa ma'lumotlar bor? Aeroportdan ma'lumotlar keldi. 4 soat avval Moskva aeroportiga qo'ngan, registratsiyadan o'tgan. Moskvadagi hamkasblarga xabar berildimi? Ha, berildi. Menga Malikani hamma mol-mulk haqidagi ma'lumotlari kerak. Xo'p bo'ladi. Kechgacha ma'lumotlar stolingiz ustida bo'ladi. Bo'shsiz. Xo'p. Bu ayol katta pulni o'mardim deb o'ylagan. Aslida o'zini asl yuzini ochib berdi. Endi uni hamma qing'irishlari ochildi. Xo'sh, ko'raylik-chi. Voy boy. Nega bunchalik qaysarsiz, ha? Nega odamning gapiga quloq solmaysiz? Bilasizmi, Nasurboy? Men bir umr yolg'iz qolishdan qo'rqqanman. Qo'rqqaning oldinga kiradiganlari shu ekan. Nazokat ham meni tashlab ketdi. Boyim, mehribonim desa erib ketibman. Mana endi hech narsasiz qoldingiz. O'lganim yaxshi edi. Menga har xil psixotrop moddalar qo'shib berardi. O'zimni o'zim boshqara olmay qolganman. Bilgan paytimda allaqachon kech bo'lgandi. Shuning uchun mana hammasini to'la to'kis yozdim. Ano yangi xotini bor-ku, o'sha bor budini shilib qochib ketibdi. Yaqin orada o'lib qolsa ham kerak. Hech ham tuzukroq er uchramayapti. Oxir dadamga yo'q dedingiz-ku? Endi dadangiz o'zlariga mos onaxonmi birortasini topsinlar. O'zicha bizga do'q qilib ketgandi. Bugun bo'lsa, erini hamma pulini olib qochib ketibdi. Menda ham qalb bor, ko'ngil bor. Dadamga o'ylab ko'rdim. Endi kech. Men Saidga laf siqib qo'ydim. Stay alert. Enemy very close. Stay alert. Enemy very close. Stay alert.
Oh, Yoda! Nada. Yo, das. I mean, no, bro, na bro. What is bro? What is bro? Stay alert. Stay alert. Nice try. Hold up. I'm coming. Enemy near me. I need backup. Bye. Hitless mission accepted. എന്നാ എത്രയോടാ അപ്പോൾ അണാ വേണ്ടിട്ടാ ഇത് உனக்குனாடா பிரச்சனை Head there. அதுக்கு என்ன பண்றது பாய் போட்டோ எடுத்து ஸ்டோரி போடுவா இருக்குன்னா நான் வீடியோ ஏதாவது போட்டோ Enemy very close. வண்டியா அந்த யூஎம்பி மட்டும் எனக்கு குத்துறோம் ப்ரோ. Enemy very close. யூஎம்பி வேணும் எத்தனை சரியா முண்டியா அவனை நீ அவ்வளவு வேகமா ரிவே பண்ண போறேன்னு பார்த்தேன்டா பண்ணிட்டேன் Betul water baik. அம்பேத்தே வரமா வாடா கார் வருது Enemy spotted. நாடா நிலா Enemy very close. என்னடா பண்ணிட்டேன்டா குதிரை சூத்திலே சுட்டேன்டா செத்துச்சுடா enemy bro bro வீடியோ எடுத்துறாதீங்க bro ஸ்டோரி கேட்றீங்க bro கார்ல போ enemy spot Enemy spotted afar. நல்ல குதிரையில போறான்டா
குதிரை ரெடியா போகுது ப்ரோ சமஸ்தா Enemy spotted. Aí. Thanks.